Assalomu alaykum barchaga. Bugungi testda biz prava testidan birinchi savoldan 100-chi savolgacha bo'lgan testlarni batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va videoni do'stlaringizga, prava olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natishni unutmang. Demak, biz darsni boshladik. Ketdik. Birinchisiga demak F3 bo'ldi, ya'ni sariq avtomobilga ruxsat beriladi, qizil ketish kerak. Xo'p, ikkinchisida yo'naltirgichlarning qaysilari bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi bu yerda? AG. AG. Yaxshi. A va K. Keyingisi tibbiyot qutichasi va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Hamma sanab o'tilgan. Hammasiga demak aptechka bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Yaxshi. Chorrahadan birinchi bo'lib kim o'tadi mana bu yerdan? Qish. Mana pоворotniga yoqqani uchun birinchi bo'lib kim o'tadi? Yashil o'tadi. Yashil bu tarafga, to'g'ri. Yashil birinchi o'tib ketadi, keyin ko'k, qizil, undan keyin sariq o'tib ketadi. Demak, birinchi bo'lib yashil avtomobil o'tar ekan. Keyingisi harakatlanish taqiqlangan. Kimlarga harakatlanish taqiqlangan bu yerda? Oqqa. Aha. Ko'kka. Aha. Yashilga. Yashilga, to'g'ri. Demak, ko'k, yashil va oq degan javob to'g'ri bo'ladi bizga. Mana shuni bosamiz. Keyingisi qaysi transport vositasi haydovchisi chorrahadan birinchi o'tadi? Demak, qaysisiga ikkita yashil bor mana. Bunisiga bitta qizil, bitta yashil-ku. Bunga ikkita yashil borligi uchun o'tadi. Demak, avtobus bilan yengil avtomobil birinchi o'tadi. Demak, avtobus bilan avtomobil. Keyingisi shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. To'g'ri. Ha, etiladi. Nima uchun edi? Ana bu chiziq, uzun chiziq borligi uchun, uzuq bo'lsa bo'lmasdi. To'g'ri. Keyingisi haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallar bajarish kerak? Signal so'zi bor edi. O'shami? Xalaqit qilmayakon, boshqalarga xalaqit qilmayakon. Shunaqa, xalaqit bermaslik degan signal so'zi bor. Mana shuni bosamiz. Keyingisi umurtqasini ko'krak qismi shikastlangan kishi transportda qanday tashiladi? Qattiq taxtada yoni bilan yotgan holda. Yoni bilanmi yo orqasi bilan? Ko'krak qismi bo'lsa, orqasi bilan. Orqasi bilan. Yaxshi. Bu yerda chalg'itish uchun joyini almashtiryapti-da. Oldin bu yerga kelardi o'sha javob. Yo'q. Yana bitta shunaqa savol bor hozir. Yoni bilan degani to'g'ri bo'lganda o'shanga o'shacha. Shuni. To'g'ri. Xo'p, bunday taniqlik belgisi bilan 20lik transport vositasi 20lik, to'g'ri. Keyingisi avtomobilda yoqilgan sarg'ish rangli miltillovchi chiroq mayoqcha imtiyoz beradimi sizga? Yo'q. Yaxshi. Keyingisi quyidagi belgilardan qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi bu yerda? Bu faqat taqiqlanganini bildirardi. Qayerga taqiqlangan ekan? Ikki chetgami yoki faqat to'g'ri? Faqat chapga belgisi qo'yilgan. Mana bu aylana belgi, qizil aylanaga olingan belgi, bizga harakatlanish taqiqlangan belgisi, chapga strelkasi qo'yilgan faqat pastiga. To'g'riga o'ngga qayrilishga edimi javob shu? Shunday. Mumkin ruxsat beradi degani uchun to'g'riga, o'ngga va qayrilib olishga ruxsat beradi. Taqiqlanadi degan javob bersa faqat chapga bo'lardi. Tushundim. Demak, F1. Keyingisi mazkur chiziq nima bildiradi? To'xtamasdan o'tmaslik kerak-da. To'g'ri. To'xtash chizig'iga yaqinlashayotganligi ana bu to'xtamasdan to'xtash. Ana shu ikkita so'zni eslab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana shu to'xtamasdan. Yoki yana bitta oson usul transport yozilgan bu ikkita javobga bunisiga to'xtamasdan deb boshlanganda. O'ra ham karitlar xuddi shunday tushadimi? Xuddi shunday tushadi, faqat o'rni almashib kelishi mumkin. Joy o'zgarishi mumkin, Shunday. Xo'p, demak, buni bosamiz. Keyingisi avtomagistralda quyidagilar taqiqlanadi. Nima taqiqlanardi?
Xo'sh, Hammasi. hammasimi? Ha, hammasi taqiqlandi. Avtomagistralda demak, shularning hammasi taqiqlandi. Yuqoridagi barcha holatlar taqiqlanadi avtomagistralda. Mana bu yerda tashqari so'zi bor-da. Mana shu tashqari so'zi borligi uchun hammasi bo'ladi. Shunaqa. Hammasi ana Xo'p, shunday. qaysi transport vositasi haydovchisiga to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Bu yerda demak faqat yengil avtomobil haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega. Ya'ni to'g'ri ketishi mumkin, tamom. Qolganlari bu faqat o'ngga yurishi mumkin mototsikl. Mana bu shlagbaum ko'tarilgan tarafdan kelayotganga taqiqlanadi ko'k avtomobilga. Avtobus orqasidan kelayotgani uchun unga ham taqiqlanadi. Faqat yengil avtomobilga. Faqat yengil avtomobil to'g'riga yurishi mumkin. Demak, mana shu javob belgilaymiz. Yengil avtomobil. Keyin esa qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak bu yerda? Demak, birinchi bo'lib mana ikkita yashilligi o'tadi. Ikkita yashil belgisi borligi o'tib ketadi. Tramvay unga yo'l berishi kerak. Keyin tramvay. Demak, javob nima bo'ladi? Tramvay. Tramvay, to'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Keyingisi. Transport vositasini orqaga harakatlantirish paytida haydovchi qanday talablarni bajaradi? Bu yerda signal so'zimiz bor. Qaysi haydovchi? Ana bu xalaqit qilmaslikmi shu ham? Xalaqit bermaslik. Ana shu. Eng keraklisi shu. Xalaqit bermaslik so'zi bo'lsa, 90% holatlarda to'g'ri chiqadi doim. O'sha javob. Ana shuni bosamiz. Keyingisi yo'lning qarama-qarshi harakat yo'nalishi tomonga chiqish qachon taqiqlanadi? Qarang, ikki tomonlama. Ikkita bir xil javob turibdi. Biz qaysisini bosamiz? To'g'rida barchami? Barchasini bosamiz. Ana shunday. Ikkita bir xil javob turgani uchun yuqoridagi barcha holatlarni bosishimiz kerak. Mana shu. Keyingisi qaysi holatlarda egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi ta'minlanadi, ya'ni og'anab ketmaydi deganini bildiryapti. Ulangan holatda. Ulangan holda, to'ppa-to'g'ri. Ulangan holda. Hali siyqasi chiqib ketadi bu savollarni bir 10 marta, 15 marta ishlaganimizdan keyin. Nasib. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Bunda ham tormoz ishlamaydi, bunda ham tormoz ishlamaydi, bunda ham demak javobimiz hammasi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, haydovchi o'z harakati yo'nalishidan qat'iy nazar kimga transport vositasini taqdim etish kerak? Yo'l xizmatchilariga bermaydi. Tibbiyot xodimlari. Yana bitta shunaqa savol keladi. Ichki ishlar xodimiga qachon berish kerak deb keladi. O'sha paytda zudlik bilan xizmat vazifasini bajarish uchun berishimiz kerak. Ishiga borish uchun ham degan javob bor. Ishiga borish uchun biz bermaymiz ularga. Faqat zudlik bilan jinoyatchini topish uchun shunaqa beramiz xolos. Ana shu. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi? Hozir birinchi ko'rgan savolimiz mana bu to'g'riga belgisi bor. Qayerga yurib bilamiz? AB. AB, to'g'ri. Demak, AB degan javobni bosamiz, o'sha to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Xo'p, mana bu ikkita belgi egizak belgi hisoblanadi, 2 bilan 4. Agar sizni oldingizga 2 turgan bo'lsa, bitta mashina sig'adigan ko'prik bor, tasavvur qiling. Ana shu ko'prikka siz oldingizga mana bu zinak turgan bo'lsa, siz yo'l berasiz oldingizdan kelayotganiga. Ro'parangizdan kelayotgan ustunlikka ega, u birinchi o'tib ketadi, keyin siz o'tasiz. Bu esa siz oldingizga turgan bo'lsa, siz birinchi. Yo'q, bunga siz birinchi o'tasiz, u to'xtab o'tiradi, ana qizil oldingizdan kelayotgan sizni kutadi. Ko'prikni bir tarafiga mana bu belgi qo'yiladi, bir tarafiga bu. Ikkalasi egizak belgi. Bu qo'yilsa siz imtiyozga egasiz, bu qo'yilsa siz yo'l berishingiz kerak-da, xullas. Bizga savolga aytyapti, qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi degani oldingizdan kelayotgani birinchi o'tadi demoqchi. Mana ikkini so'rayapti bizga. Ikkini. 2 demak to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, bosamiz. Xo'p, shu o'rinda mana bilan tushuntiraman. Bular shart emas. Mana bu imtiyoz belgisi asosiy yo'l siznikiligini bildiradi. Bunda esa og'irligi 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari birinchi palasadan yurishi mumkin emas degan belgi, ikkinchi palasadan ketaversin degan. Shuni bildiradi. Bu esa ikkalasi teng kuchli deganini bildiradi. Ikkita kishi ham teng kuchli. O'tib bo'ladi. Uchburchakka ularga ogohlantiradi-ku. Ogohlantiradi. Ikkalasi masalan baravar o'tib ketsa, avariya bo'lmasligidan ogohlantiradi-da bu.
Xo'p, mana bu birinchisi avtomagistral belgisi. Avtomagistralda nimalar taqiqlanadi deydi-ku? Ana shu avtomagistralni bildiradi. Bu 6-chi belgimiz avtomagistralda tugashi, oxiri. Shunga qarshi degan javob to'g'ri bo'ladi. Shuni. Bu Qarshi bilan Chimboy ikkalasi aholi punktlarini bildiradi. Bu aholi zich joylashmagan, bu esa aholi zich joylashganini bildiradi. Bizga shu 4 o'r bo'ladi. Endi mana bu sizni imtiyozingiz tugadi deganini bildiradi. Imtiyoz tamom, imtiyozga ega emassiz. Mana bu esa 3-belgimiz shu yergacha bo'lgan barcha qonun qoidalar tamom tugadi degan. Umuman zinak yo'q endi degan. Demak, bizga ana bu oldingi savolimizda qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilinishi ko'rsa, mana bu qizil chizig'i bo'lmasa aholi punktini bildiradi. Aholi ko'p joyda, qizil chizig'i bo'lsa aholi punkti tugadi deganini bildiradi. Demak, 4 to'g'ri bo'ladi bizga. Keyingisi, o'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan degan javob bo'lishi. Ana shu bo'ladi. Nima uchun? Hozir qarang. Uzuq chiziq bor-ku, ajratib chiziladi. Ana shuni bosib o'tishingiz mumkin keyingi polasaga, lekin uzluksiz shunday tekis chiziq uzmasdan chizilgan bo'lsa, unda uni bosib o'ta olmaysiz. Bosish mumkin emas uni. Oq uzun chiziq bor-ku. Ana shuni bosib o'tishingiz mumkin emas. Masalan, hozir ko'rsataman. Mana bu chiziq bor-ku, uzun chiziq, uzuq chiziq. Ana shuni bosib bu yoqqa o'tishingiz mumkin, o'ng tarafga yoki o'ngdan chapga ham o'tishingiz mumkin, lekin mana bu oq chiziqni bosib o'tishga haqqingiz yo'q. Devor bor deganini bildiradi. Ana shuni so'rayapti-da. Demak, agar tasma qolgan harakat qismi yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Ana shu javob to'g'ri bo'ladi bizga. Tushundingizmi buni? Tushundim. Keyingisi. Xo'sh. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Demak, bu kishiga yashil yongan, asosiy yo'l qizilligi, qizil birinchi o'tib ketadi, keyin tramvay bilan avtobus o'tish kerak. Bizga savolda nima deyapti? Transport vositalari chorrahadan qanday o'tadi? Birinchi yengil avtomobil o'tadi. Bitta shunaqa javob bor edi. Bitta shunaqa javob bor ekan. Keyin tramvay, avtobus. Agar boshqa javob bo'lganda yengil avtomobil, avtobus, tramvay deyish mumkin. O'sha payt lekin birinchi tramvay o'tadi, keyin avtobus o'tadi. Demak, birinchi yengil avtomobilni bosamiz. Keyingisi, avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishi ko'proq moyil degani. Qaysi biri ko'proq tortib ketadi, sirpanib. Orqasi ko'proq tortadi-da. Shu. Xo'p, keyingisi, qaysi transport vositalarining qatnov qismini chetiga 2 qator qo'yish mumkin, deyapti. Kajavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlarni qo'yishimiz mumkin. Kajavaliklarni emas. Kajavali degani mototsiklni yoniga odam o'tiradigan joy bo'ladi-ku. Ularga mumkin emas. U mashinada joyni egallaydi-da. 2 qator, 3 qator qilsangiz yo'lni yopib qo'yadi. Bular mumkin emas. Faqat kajavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlar degan javob bo'ladi. Mana shuni bosamiz. Keyingisi, qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiygiziladi? Jarohatlangan qo'ldan. To'g'ri. Kiyizilishi demak, birinchi jarohatlangan qo'lga kiyizilib, keyin sog'iga yechiladi degan javob savol ham bor. Yechilishi oldin sog' qo'ldan yechiladi, keyin jarohatlangandan yechiladi. Demak, buni bosamiz. Keyingisi, yuk transport vositasiga shunday joylashtirish kerakki, u shovqin hosil qilmasligi kerak. Chang ko'tarmasligi kerak, atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. Mana shu. Masalan, ba'zi bir mashinalar bor, taraqaturuq qilib ketadi-ku, temir tashiydiganlari bor yoki samon tashiydiganlari bor. Ular chang hosil qiladi. Unday bo'lmasligi kerak. Keyingisi, mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Peshxodni bildiradi, ya'ni piyodalar o'tish joyini bildiradi. Tamom, trotuarni bildirmaydi. Trotuarni bildirmaydi lekin. Demak, faqat piyodalar o'tish joyi degan javobni bosamiz. Keyingisi, qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etiladi, deyapti. To'xtab turishga ruxsat etiladi degani bu belgida, demak, bizada to'xtab turish taqiqlangan kimga? Yuk avtomobillariga faqat. Yuk avtomobillar ketish kerak bu yerdan. Faqat yuk avtomobillariga to'xtab turish taqiqlanib, qolganiga ruxsat etiladi. Demak, bu yerdan yuk avtomobil ketish kerak. Ruxsat etilgan desa,
yengil avtomobil bilan mototsiklga ruxsat etilgan bo'lishi kerak. Adashmasam shunaqa. Demak, mana shu javob edi. Keyingisi, ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? izli shlagbaum edimi? Temir yo'l nimasi? Shuna shlagbaum bilan jihozlanmagan. Agar pastiga ana bitta chizig'i bo'ladi. Ana tayoqchasi bo'ladi. U shlagbaumli degan. Shlagbaum katta tayog'i bo'ladi-ku, ochilib yopiladigan. Mana shu tayog'i bo'lsa, u shlagbaum bilan jihozlangan bo'ladi. Agar chiziq masalan X o'zi turgan bo'lsa, shlagbaum bilan jihozlanmagan. Bir izli temir yo'l kesishmasi, bir izli. Shunday. Demak, buni bosamiz. Keyingisi. Xo'p, yengil avtomobil chorrag'adan nechinchi bo'lib o'tadi? Demak, yashil yonib turibdi bizga. Asosiy yo'l bizaniki, e'tibor beramiz ana shu yerda. Svetofor bilan imtiyoz belgilari bir-biriga zid kelgan paytda, hozir bizga imtiyoz belgisi aytayapti, birinchisidan o't deyapti. Imtiyoz belgisi qora chiziq. Lekin svetofor aytayapti, yashil yongan, bunga ham yashil yongan. Ikkalalari teng kuchli, birinchi ko'kni o'tkazib, keyin o'tishing kerak deyapti svetofor. Lekin biz svetofornikini qilamiz. Svetofornikini qilamiz. Imtiyoz belgilari svetoforni inkor qilgan paytda biz svetoforga amal qilishimiz kerak. Birinchi ko'k o'tib ketadi, keyin yashil o'tish kerak. Bu yerda keyin ana u временni qo'yilgan znaklarni ham birinchi qiladi, ana u временni qo'yadi-ku. Shunday. Временni chiziqdan ustunda, chunki chiziq avval chizilgan-u, mabodo qurilish ishlari bo'layotgan bo'lsa, biz vaqtinchalik belgilarga amal qilishimiz kerak. Ular ham olib chiqib qoladi. Shunday. Ular ham olib chiqib qoladi. Demak, yashil avtomobil chorrag'adan nechinchi bo'lib o'tar ekan? Ko'kni o'tkazadi, keyin o'zi o'tadi. Demak, ikkinchi bo'lib o'tar ekan, ha? Keyingisi, qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etilgan? O'rtada devor bor, buni kattalashmasgan. Xo'p, mana buni kattalashtiramiz. Xo'p, o'rtada devor bor mana bu yerda. Mana bu ko'k devorni buzib o'tmoqchi. Demak, ko'kka taqiqlanadi, orqasidan kelayotgan mototsiklga ham taqiqlanadi va oldidan kelayotgan avtobusga ham taqiqlanadi. Bitta ruxsat berilgani shu oqcha ekanda. Oqqa faqat ruxsat etilar ekan. Demak, bizdan savolda qaysi transport vositasida harakatlanishga ruxsat etilgan desa, yengil avtomobilga. Yengil avtomobil. Bu yerda shunday hayajon bo'ladi, rasmga qaraganingizcha savol esingizdan chiqadi-da. Shuna. Shu rasmni bir ko'rib tahlil qila olasiz o'zingiz, keyin savollar sirasi keladi o'zi. Xo'p, demak bitta savolni o'qiyman. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, bu kishida yashil yongan, asosiy yo'l mototsiklniki, qizil avtomobil esa qizil yongan, hammaga yo'l berib, keyin o'ngga burilishi mumkin. Demak, birinchi mototsikl o'tar ekan, keyin qizil. Bizda aytayapti, kim yo'l berishi kerak? Demak, qizil avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak. Mana shu. Birinchi javobni demak bosamiz, ha? Tamam. Keyingisi, harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? 3 ta polasa bor deyapti. 3 ta polasadan siz o'ngga burilishingiz kerak. Shuni birinchi polasadan qilasizmi, ikkinchi polasadanmi yo uchinchisidanmi deyapti. Albatta o'ngdagi tasmadan qilasizda. O'ngga burilmoqchimisiz? O'ng tasmani egallaysiz. Chapga burilmoqchimisiz? Chap tasmani egallashingiz kerak. Bu yerda signal siz ana o'ngga burilishingiz kerakmi? O'ng tasmani egallaysiz. Yo'q, yana bir marta tushuntirishmi? Hozir. Demak, harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? Qarang, masalan, trassada ketyapsiz, Vobkentning yo'li. 3 ta polasa bor, to'g'rimi? Svetoforga ketishda bozor taraf. Ana shu yerda siz chapga burilishingiz kerak masalan. Chapga mana bu o'ngdagi tasmadan burilmaysiz, to'g'rimi? Ana shunaqa. Chapga burilishingiz uchun siz chap tasmani egallashingiz kerak. Qolganlarga xalaqit bermaslik uchun. Agar siz o'ng tasmani egallab chapga burilsangiz, ularni oldidan chiqasizda. Tushundim. Shu uchun demak o'ngga burilishingiz uchun o'ng tasma 3 ta polasa bo'lsa, 3-polasani egallashingiz kerak, o'ngga burilishingiz oson bo'lishi uchun. Chizib tushuntirsam bo'ladi, programmadan chiqib ketadi. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Xo'p, demak o'ng tasma bo'ladi bunda. Keyingisi, qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga
ruxsat etiladi debdi. Xo'p, mana bu yerda ham bizani o'zimizni yaxshi ko'rgan signal so'zchamiz bor. Xalaqit bermaslik. Qolganini umuman o'qib o'tirish kerak emas. Demak, xalaqit bermaslik sharti bilan bo'lishi kerak adashmasam. Mana shu. Keyingisi, suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan shina sifatida foydalan, ya'ni nimani tekis qilish uchun foydalanish? Taxta bo'lagi. Ana shu eng tekis bo'ladi. Keyingisi, kunning qorong'u vaqtida sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarli ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabarit chiroqlar bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga tasavvur qiling. Qop-qorong'u yo'l. Ana shu qop-qorong'u yo'lda sizni tormozni bosasiz-ku, o'sha paytda orqadagi qizil chiroqlar yonadi. Tormoz bosgan paytda siz to'xtayotganingizni orqangizdan kelayotgan ko'radi. Shu ishlamayapti. Borish mumkin emas. Mumkin emas. Alohida ehtiyotkorlik bilan ham mumkin emas. Taqiqlanadi degan javobni bosamiz. Chunki siz agar to'xtasangiz, orqangizdan tez kelayotgan mashina sizni ko'rmaydi. Kelib orqangizdan soladi. Taqiqlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Ana shuni bosamiz. Keyingisi, sanab o'tilgan hollarning qaysi birida qoidalar haydovchi o'zini transport vositasini ichki ishlar xodimiga berishi kerak? Ish joyiga borish uchun bermaymiz. Bizning mashinamiz o'zimizning mulkimiz, ish joyiga borish uchun bermaymiz. Faqatgina Kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish uchun. Ana shu uchun beramiz. F2 to'g'ri bo'ladi bizga. Ana shu. Keyingisi, transport vositasi haydovchisi birinchi navbatda o'tadi. Men sizga yozib o'tgan ana bu znakcha bor-ku. Demak, bu znak bizga ikkinchi bo'lib o'tishimizni bildiradi. Buni oldida esa o'tgan ko'k znagimiz bordi-ku. Ana shu turibdi. Bu birinchi o'tadi. Ana bitta mashina chiqadi bu yerdan. Birinchi bu o'tib ketadi-da, keyin siz o'tishingiz kerak. Ana shu belgi borligi uchun. Demak, bizga savolda nima deyapti? Qaysi transport vositasining haydovchisiga birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Demak, birinchi ko'k o'tadi. Yuk avtomobil haydovchisi. Ana shu o'tadi. Keyingisi, qaysi belgi transport vositalarini belgida ko'rsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishni bildiradi? Mana bu distansiyani bildiradi. Orasidagi masofa 70 metrdan oshmasin deyapti, distansiyasi. Bu esa avtomobilning uzunligi 10 metrdan oshmasin deyapti. Bunisi esa kengligini bildiradi. Ya'ni ana shu avtomobilning old tarafdan ko'rinishi yo yo'lning kengligi 2,7 metrdan oshmasin deganini bildiradi. Kengligi. Enida bu bo'yi bo'lsa, bu eni deganini bildiradi. 4-chi belgi esa ana bu znaklarni pastiga qo'yiladi. O'sha znak 10 metr oralig'ida ta'sir qiladi degan. Strelka shu znakdan boshlab 10 metr masofada ta'sir qiladi deganini bildiradi. Shu. Bu esa ana bu qizilli ichiga 50 yozib qo'yadi-ku, maksimal 50 haydash mumkin degani u. Bu esa 50 dan baland hayda deganini bildiradi. Ko'kka olib, tezlikni yozib qo'ygan bo'lsa, bu 50 dan baland haydang deganini bildiradi. 3 ta demak. 3 oraliq masofani bildirgani 3-belgi hisoblanadi. Ana shuni bosamiz. Keyingisi, mazkur holatda avtobus to'g'riga harakatlanishi chorrahaga kirishga ruxsat etiladi. Mana bu avtobus haqida gap ketyapti. Taqiqlanadimi? Taqiqlanadi. Chunki mana bu avarenkani yoqib o'tiribdi. Bu yoqdan o'tib ketolmaydi, sig'maydi. Shu uchun bu kirmaydi, kutib o'tiradi. Agar bu yerga kirsa, mana bu harakatlanishiga xalaqit beradi keyin, bu yerda to'xtab o'tirsa. Bu avarenkani yoqib o'tgani uchun bizga chorrahaga kirish taqiqlanadi. Yashil yongan bo'lsa ham qizig'i yo'q, bizga kirish mumkin emas. Demak, taqiqlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, ko'rsatilgan vaziyatda qaysi tasma o'ngga burilishga ruxsat etiladi? Mana bu yerda uzun-uzuq chiziq bor-ku, mana uzuq-uzuq. O'sha uchun biz mana bu A tasmadan ham burilishimiz mumkin. Ana shu yerda o'ngga o'tib, keyin burilish. Agar shu yerda oq uzun chiziq bo'lsa edi, ikkinchi palasadan burilaydik. Agar mana bu yerda oq uzun chiziq bo'laydi, biz birinchi palasadan o'ngga burilib ketaydik. Mana bunaqa chiziq bo'lgan deydi-da. Tushundim. Demak, biz A chizig'i bor bo'lgan joydan belgilash. Mana bu yerdan A bor-da. Shu uchun A bor tasmadan biz o'ngga burilishimiz mumkin. Faqat A chizig'i bilan belgilaymiz. Keyingisi, tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagilarni bildiradi. Demak, bu yerda nima bo'lishini aytishimiz kerak. Tayoqchasini, ya'ni shlagbaumni ko'tarib o'tiribdi bu. Bunga mumkin emas. Sariqqa taqiqlanadi. Va qo'li tushgan tarafdan kelayotganlarga hamma yoqqa ruxsat bularga. Qizilga ham, ko'kka ham mumkin.
mana bu orqasidan kelayotgan oqqa ham mumkin emas. Demak, ko'k, qizil, yashil avtomobillarga yurishga ruxsat etiladi, lekin oq bilan sariqqa mumkin emas bo'lishi kerak, adashmasam. Xo'p, demak, ko'k, qizil, yashil avtomobillar harakatlanishiga ruxsat etiladi, sariq va oq avtomobil, agar adashmasam, shu bo'lishi kerak. Demak, ana shu ekan. Ana shu osoni mana shundan shu yog'iga mumkin ekanda. Bu ikkitasiga mumkin emas. Bu tarafi mumkin emas. Ana shunday. Demak, bu yerda ana shu javob. Keyingisi. Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarning qanday eng katta tezlik bilan harakat? Aholi punktlaridan tashqarida degani uchun 100 bilan yurishimiz mumkin. 100 mi yo'q? 100 mi? Aholini nimasida 80 edi menimcha. Shunday. Demak, 100 bilan yurishimiz mumkin. Keyingisi, chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan chorrahani qatnov qismini ikkita harakatlanish tasmasiga ega. Chorrahaga kirishga burilish uchun siz qaysi tasmani egallashingiz lozim? Ana shuncha gapni orasida o'ng yoki chap so'zini ishlatmagan, to'g'rimi? Umuman ishlatmagan. Sizga hozir chalg'itish uchun aytyaptiki, o'ngga burilasizmi, chapga burilasizmi aytmagan biza deydi. Siz xohlasangiz o'ng tasmani egallang. Xohlasangiz chap tasmani deydi. U aylanma-ku. Shuning uchun ikkalasini ham egallashimiz mumkin, bemalol. Qizig'i. Ana shunday o'qib ko'rasiz javobni. Bu ana shunaqa javoblar bo'lsa, bu yerda o'ng yoki chap so'zini qidirasiz. Chap so'zi bo'lsa chap tasmani deysiz, o'ng so'zi bo'lsa o'ng tasmani deysiz. Agar hech qanaqa so'z bo'lmasa, o'ng yoki chap tasmani bo'ladi. F1 to'g'ri bo'ladi. Qulay usuli shuda. O'qib chiqamiz, o'ng yoki chap so'zi umuman yo'q, qatnashmagan. Shuning uchun ikkalasi. Keyingisi, siz balandlikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishingiz uchun eng yaxshi usul rushnoy bor-ku, to'xtab turish tormozi deyiladi o'sha badiiy tilda. Rushnoy bilan ushlab turishingiz kerak. Oyog'ingiz charchab ketadi, agar tormozni bosib tursangiz, oyog'ingiz charchab ketadi, keyin mashinaga ham zarar. Lekin qo'l tormoz bilan to'xtab tursangiz, ana shu to'xtab turish tormozi deyiladi. Shuni bosamiz. Balandlikda ushlab turibsiz, ya'ni tepalikka chiqyapsiz, o'sha yerda ushlab turish uchun rushnoy qulaydi. Agar tormozni qo'yirsangiz o'sha yerda orqaga ketadi mashina. Mana shu uchun. Xo'p, endi keyingisi qaysi hollarda amaliyotda ham bor to'xtab bo'ladi? Tepalik bor u yerda. Tepaga chiqish paytida siz qo'l tormozidan foydalanasizda, keyin gazni yaxshi berasiz, keyin qo'l tormozni tushirasiz, o'zi chiqib ketadi tepalikka. Mana shunday. Xo'p, keyingisi qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasiga chiqishga yo'l qo'yiladi? Xo'p, bizada yuk ortib ketayotgani qiziq emas. Yuk ortadimi, ortmaydimi, bizaga uni qizig'i yo'q. Bizaga faqat ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki orqaga qayrilib olish uchun ruxsat beramiz. Mana shunaqa savollar kelgan paytda bitta noto'g'ri javob topsangiz, mana bu hammasi degan javob o'z-o'zidan chiqib ketadi-da. Ketadi. Ana shunaqa Endi bu uchun bir 7-8 marta buni duch kelish kerak-da. Nasib etsa o'rganib ketasiz. Bir boshidan holi 100 gacha, bir boshidan 200 gacha ishlayveramiz, esiga qolib ketadi. Nasib. Demak, chapga burilish yoki qayrilib olish uchun. Keyingisi, piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladi. Qachonki bu yerda oson usuli bor. To'g'ri burchak ostida kesib o'tishimiz mumkin. Mana odamlar bor, har xil emin-erkin o'tadi-ku, kesib peshxoddan tashqari. Unday o'tish mumkin emas. Shunday yo'lda to'g'ri burchak ostida o'tishimiz kerak. Yaxshi ko'rinadigan joylardan o'tishimiz kerak. To'g'ri bo'lmasa, ajratuvchi mintaqa yoki to'siq shaharga payti simtorlar qo'yib tashlaydi. Ana shu simtorlar bor joylarga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ana shu F3 to'g'ri bo'ladi bizga. Eng to'g'ri javob F3. Ruxsat etiladi desangiz ham xato bo'ladi, taqiqlanadi desangiz ham xato bo'ladi. Shuning uchun ana shu F3 to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, shu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladi. Nima uchun ruxsat etiladi? Ana bu yerda uzuq-uzuq chiziq bor-ku. Uzuq-uzuq chiziq borligi uchun ruxsat etiladi. Siz bu yoqdan hovliga burilishingiz mumkin, lekin mana bu yoqdan kelayotgani bu yoqqa o'ta olmaydi. Oq chiziq bor-da. Siz faqat chapga burasiz.
Demak, bu yerda ruxsat etiladi. Agar shu oq chiziqda o'zi bo'lardi, yana bitta savolda keladi. Oq chiziqda o'zi bo'ladi, mumkin emas bo'ladi bu yerda. Taqiqlanadi bo'ladi. Demak, bu yerda ruxsat etiladi. Keyingisi. Bu belgilar aholi yashaydigan joylarda xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofada o'rnatiladi, deyapti. Aholi yashaydigan joylarda degani bor, aholi yashaydigan joylar tashqarida degani bor. Bittasida 50-100 metr bo'ladi, bittasida 150-300 metr bo'lishi kerak adashmasam. Qoidasini bitta ko'raylik. Demak, bu yerda mana ogohlantiruvchi belgilar aholi punktlarida 50-100 metr, aholi yashaydigan joylarda. Aholi punktlari tashqarida esa 150-300 metr. Bizda savolda lekin aholi yashaydigan joylarda deyapti. Aholi bor joyda. 50-100 metr ekan. Demak, 50-100 metr degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Avtomagistralda istalgan usulda ruxsat etiladi. Avtomagistralda ana shu yashil belgi ko'z oldingizda kelsin-da, avtomagistralda esa. U yerda shatakka olish taqiqlanadi degan narsa yo'q. Unaqa qonun yo'q. Bemalol shatakka olish degan nima degan? Buzilib qolgan mashinani sim bilan bog'lab olib ketadi-ku. Tortib ketadi. Ana shu shatakka olish deyiladi. Demak, bu yerda istalgan usulda ruxsat etiladi. Shatakka olish tushundingizmi demak? Ha, tushundim. Keyingisi, belgilangan yo'nalish bo'yicha ketayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerak. Buni tushuntirgandim. Shu yerda avtobus yo'l berish kerakmi, kerak emasmi? Hech qanaqa znaklar yo'q. Kim shoh biladi? Nima-ku? Znak bo'lmasa, tramvay shoh bo'ladi. Demak, birinchi tramvay o'tish kerak. Bu yerda avtobus bechora yo'l berish kerak-da. Hech qanaqa znak yo'qligi uchun tramvay birinchi o'tadi, keyin avtobus o'tish kerak. Demak, bu yerda savolda aytyapti. Belgilangan yo'nalish bo'ylab ketayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerak. Albatta kerak. Tramvayga yo'l berishga majbur. Shuning uchun kerak. Kerak. Keyingisi, qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, bu yerda xo'p, shlagbaum ko'tarib o'tiribdi, bir qo'li tushgan. Qo'li tushgan tarafdan kelayotgan mana bu uchalasiga ruxsat deydimi deyapsiz? Ha, bu yana o'sha savol kelyapti. Orqasidan kelayotgan mana bu oq bilan sariq mumkin emas. Qizilga ham lekin bir o'ylab ko'ramiz yana. Qizilga chunki piyodalar o'tayotgani uchun mumkin emas deyish ham mumkin-da hozir. Uni ham ko'ramiz hozir. Xo'p, qaysi transportda harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, qizil, ko'k va yashil avtomobillarga. Demak, o'sha javob to'g'ri. Ha, o'sha variantimiz to'g'ri ekan. Mana, ana shu uchalasiga ekan. Keyingisi. Xo'p, tirkamali yengil avtomobillarda yo'lning shunday yo'l belgisi bilan belgilangan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi, deyapti. Bunda necha edi endi tezligi esimdan chiqdi. Chimboyga. Chimboy emas, endi ana shu ko'k belgi bilan belgilangan tirkamali degani orqasida bagaj bor-ku. Ana shunaqalarga. Bularda demak 3,5 Demak, yuk avtomobillariga 100 km, shaharlararo qatnaydiganga 90, undan keyin mototsikl, mopedlarga, xo'p, tirkamali mana yuk avtomobillariga 70 qo'yilgan. Lekin bizga tirkamali yengil avtomobillar. Tirkamali mana yengil avtomobillarga, mototsikllar va 3,5 tonnadan oshmay 80 deyilgan. Demak, tirkamali yengil avtomobillarga 80 ekan. Shuni bosamiz. Ana shunaqa Teslaga esingizdan chiqib qoladi-ku. O'sha paytga bir marta ko'ring bemalol qoidasini. Qoidasi deganini bossangiz, bir marta ko'rsatadi. Keyin yana bitta ishlab kelgan paytingizga o'zi miyangizga kelasiz. Yana qaytib ishlab kelmaymiz-da bitta uchun. Mana shunday. Keyingisi, qaysi holda qoidalar ogohlantirish ishorasi berishni talab qilmaydi? Xavfli burilish belgisi bilan belgilangan joylarda xavfli burilish deb eslab qolasiz. Mana bunday yo'lda egri bo'lib ketgan joyi bo'ladi-ku. Ana shu paytga pоворotniga yoqishga majbur emassiz. Ogohlantirish ishorasi degani pоворotniga yoqishingiz kerak emas o'sha paytga. O'zi yo'l bitta yo'l-ku. Sal burilgan, egri bo'lgani uchun siz pоворotniga yoqishingiz kerak emas. Shuning uchun ana shu F1 bizga bo'ladi. Keyingisi. Umumiy haqiqiy vazn deb yodlaysizmi?
7 tonnani ko'rsangiz, umumiy haqiqiy vazn deb yodlaysiz. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Keyingisi M2, M3 avtotransport vositalarining shina proyektorining naqsh qoldiq balandligi necha edi? Shinasini qalinligini so'rayapti. M2, M3nikini. Avtobuslar bo'ladi. Yo'q lekin 2 mm bo'lishi kerak adashmasam. biri 6 edimi yoki yo'q? Sinab ko'ramiz. Demak, N'larga 1 ekan, M2, M3larga 2 ekan mana, 2 mm. M2, M3ga demak 2 mm ekan, shuni bosamiz. Shinasini qalinligi 2 mm bo'ladi-da, avtobuslarniki demak 2 deb eslab qolasiz. Shu. Keyingisi, qaysi javobda yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchalari bo'lmagan sharoitda tushish va o'sha sharoitdagi joylar to'liq ko'rsatilgan. Ya'ni bunda tasavvur qiling, mana bu bekat bor-ku, odamlar tushib chiqadigan joy. O'shanaqa bo'lmagan paytda avtobus qayerda to'xtaydi? Ostanovkadan tashqari deyapti. Trotuar yoki yo'l yoqasi tomondan qatnov qismi yoki trotuar yoki yo'l yoqasi yoki qatnov qismi tomonidan. Bunda demak trotuar yoki yo'l yoqasi edimi? Hozir qatnov qismi chetida bo'lishi kerak edi. Bunga bitta qizil bo'ldi mana. Trotuar yoki yo'l yoqasi tomonidan bo'lishi kerak edi. Trotuar yoki yo'l yoqasidan. Trotuar bu o'sha odamlar yuradigan joy bor-ku. Mana shu trotuar. Demak, trotuar yoki bu tushunadi, demak. Tushunaman. Keyingisi, qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan? Mana bu rasmda bu belgi nimani bildiradi? Bu belgi faqat o'yinda burilish mumkin emas. Ana shu uy yoki birorta ajratuvchi mintaqa bo'lmagan paytda ana shu V ga yurish mumkin emas, xullas faqat. U ana shu uydan o'tdikki, keyin bu belgi tamom amal qilmaydi endi. Uydan o'tganimizdan keyin. Bitta test bo'lsa o'sha qilmaydi bu yerga. Shuni. Nimadir bor bo'ldimi, tamom. O'sha keyin amal qilmaydi. A bilan B ga mumkin bemalol. Hozir bu belgini o'zi o'ngga burilish mumkin emas degan belgi hisoblanadi. Shunaqa. Shu uchun bu yerda demak, qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishi ko'rsatilgan desa qaysi bo'lar ekan? A bilan B ga. A bilan B ga. Bu yerda chalg'itish uchun qarang, A bilan V ham deganda. Ikkalasini adashtirib qo'yishimiz mumkin. B ni ham qo'ygan. Shu uchun A bilan B ni bosishimiz kerak. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, ushbu yo'l belgisi qo'shimcha axborot yo'l belgisi bilan nimani bildiradi? Demak, bu yengil avtomobil va mototsikllarni to'xtab turish joyiga qo'yish usulini bildiradi, adashmasam. Ya'ni mana bu belgicha bor-ku, qanday qo'yishni bildiradi. Parkovkani, ya'ni to'xtab turish joyiga qanday qo'yish usulini bildiradi. Shuni. Parkovka. Demak, qo'yish usulini bildirish kerak. Keyingisi, belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joyidan tashqarida oq hassa bilan ishora berayotgan ko'z ojiz piyodalarga o'tkazib yuborishlari kerakmi? Barcha hollarda o'tkazib yuborishlari, sababi qolgan vaziyatlarda ko'z ojiz odam o'tyapti, peshxoddan, boshqa joydan o'tyaptimi, urib ketmaymiz-ku, to'g'rimi? Shu uchun barcha hollarda o'tkazib yuborishimiz kerak. Xohlagan joydan odam o'tyaptimi, ana shunaqa piyodalar o'tyapti yoki boshqa har doim o'tkazib yuborishimiz kerak. Eslab qolishingiz uchun urib ketmayman-ku deb eslab qolsangiz, o'zi esingizga keladi. Doim o'tkazib yuborishimiz kerak. Keyingisi, demak, znaklar bor. Bu yerda demak tramvay shoh emas. Choraqa oson. Demak, qora chiziq bor. Qora chiziq bor. Demak, birinchi mototsikl o'tib ketadi. Undan keyin tramvay, keyin ko'k avtomobil o'tadi. Bizdan demak nimani so'rayapti? Transport vositalari chorrahada quyidagi tartibda o'tadilar. Birinchi mototsikl o'tadi, shunaqa javob bitta o'zi. Demak, bizga F2 to'g'ri javob. Mana shunday topolman to'g'risi shularni. Shunga qarayman, siz bu turibdi, variantga qarayman, bitta shu turibdi deyman. Bo'ladi, shunday qaysi? Ayrimlarini o'rgandim, lekin ayrimlarini bilib qilaman. Ko'p hollarga javobdan qidirib top. Bilib topsangiz yaxshida, keyin ko'p rasmlar bir-biriga o'xshash keladi-da.
Chalg'imaysiz. Tushunib yodlasangiz zo'r bo'ladi. Tushunadi lekin. Bir bittagina nimacha bilan farq qiladi, tamom. Tushunadi. Demak, bunda birinchi mototsikl bo'lar ekan. Keyingisi harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda demak devorcha bor o'rtada. Tramvayga taqiqlanadi. Bu kishi ham mumkin emas. Bu kishiga qachon mumkin edi? Mana bu yoqqa o'ng tasmani egallab o'ngga burilayotgan bo'lsa edilar, mumkin edi, lekin bu kishi birinchi polosadan o'ngga burilmoqchilar. Shuning uchun Mototsiklga mumkin. Keyingisi mana bu belgi nimani bildiradi? Bizga mana bu o'rtasida oq g'ishga o'xshagan narsa bo'ladi-ku. O'zi qip-qizil belgi, lekin o'rtasida g'ishga o'xshagan narsa belgi bo'lsa, bu kirish taqiqlandi. Ana shu yoqqa polni umuman to'g'riga kirish mumkin emas umuman. Shuning uchun bizga ruxsat etiladi faqat chapga. Chapga yurishimiz mumkin, lekin to'g'riga, o'ngga, bu yoqqa kirishimiz mumkin emas. Chunki mana belgi bor, kirish taqiqlangan belgisi. Demak, bu yerda ruxsat etilgan degani uchun chapga bo'ladi. Agar taqiqlanadi, qaysi yo'nalishda taqiqlanadi desa, to'g'riga, o'ngga taqiqlanadi deysiz. Ruxsat etiladi faqat chapga. Keyingisi, agar transport vositasi o'zlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra chetki holatda burilishni bajara olmagan bo'lsa, bu qoidadan chetga chiqqan holda burilishga yo'l qo'yiladi. Bu yerda demak, shu darajada badiiy tilda tushuntiryaptiki, men buni hayotiy misol bilan tushuntiraman. Katta fura bor, katta yuk avtomobili bor, uzun, juda ham uzun. 20 metrdan uzun. U birinchi polosadan qayta olmayapti. Ikkinchi, uchinchi polosalardan buni odamlar yo'liga chiqib burilishi mumkinmi deyapti. Mumkin, faqatki xalaqit bermaslik sharti bilan. O'zimiz signalizachamiz bor bu yerda. Yana xalaqit. Shunaqa. Ana shu javobni demak bosamiz. Keyingisi, qattiq ulagich transport vositalari orasida qattiq ulagichda demak 4 metrdan oshmasligi kerak o'sha usulda. Uzuliga demak 4 metrdan oshmasligi kerak. Qattiq ulagich degani mana bu bilan shatakka oladi-ku. Bitta mashinani buzilgan mashinani shatakka olgan paytda ikkalasini uzunligi 4 metrdan oshmasligi kerak. Shunaqa. Keyingisi, velosipedchilarda trotuarda harakatlanishga ruxsat. Velosipedchilarga piyodalar o'tish joyi trotuar-ku, o'shanga yurish taqiqlanadi. Lekin biza velosipedchilar yo'ldan yurishimiz mumkin. Unaqa savol ham keladi. Biza velosipedchilar yo'ldan yurishimiz mumkin, lekin piyodalar velosipedlar yo'lagidan yurish. Bu yerda demak taqiqlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi deyapti. Shatakka olingan degani bor, shatakka olgan degan savol tushadi. Bitta ana shu "ine" so'zi farq qiladi. Shatakka olganga hammasiga mumkin, lekin olingan desa faqat yengil avtomobilga mumkin. Demak, bu yerda faqat yengil avtomobilga ruxsat etiladi. Keyingisi, bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Mana bu belgi bizga quvib o'tish taqiqlanadi degan belgi, faqat ana bu to'rtburchakka olib 300 metr yozib qo'ygan-ku. Bu taydagi yozuv 300 metrdan keyin quvib o'tish kerak, quvib o'tish taqiqlanadi degan bildiradi. Hozir mumkin, 300 metr orada quvib o'tishingiz mumkin. Demak, hozir shu yerda ruxsat etiladimi desa, ha, albatta ruxsat etiladi. Ana shu F2 to'g'ri bo'ladi. Tushunadi? Tushunaman. Keyingisi, qaysi belgi tezsimon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Mana bu bilan adashtirmang. Bu 4 oxiri, yo'l izi oxiri tupikligini bildiradi. Berko'cha oxiri. Ana bu 2 lekin tezsimon chorrahani bildiradi. Tezsimon chorrahada siz borayotgan paytingizda oldingizda ana shu belgi qo'yiladi. O'ngga ham yurishingiz mumkin, chapga ham yurishingiz mumkin deganini bildiradi. Tushundim. Demak, ana shu tezsimon chorrahani 2 bildiradi. 4 bilan adashtirmang lekin.
Keyingisi, oldida transport vositasi to'xtab turgan, tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelmoqdasiz. Siz nima qilishingiz kerak? Peshxod bor, tasavvur qiling. Peshxodga bitta mashina to'xtab turibdi. Siz ham to'xtashga majbursiz, deyapti. Yo'q, to'xtashga majbur emassiz. Harakatni davom ettirasiz, lekin to'xtab turgan transport vositasi oldida piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilib haydab ketaverishingiz mumkin. Agar odam bo'lsa, siz ketavering. U balkim o'zi to'xtagisi kelgandir. Bo'lishi mumkin-da uni peshxodda olgan. Mumkin. Shuning uchun F2 to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Qizil sariq, ruxsat etilgan. Yana o'sha qizil sariq yashil pichoq-ku. Shunday bo'lishi kerak. Shunday bo'lishi kerak, adashmasam. Qizil, sariq, yashil F1ni bitta bosib ko'ramiz. Agar adashmagan bo'lsak, qani ko'ramiz. Yashil, ko'k, qizil. Men adashib bosibman-da. Adashib bosibman. Yashil, ko'k, qizil. Men qizil, sariq, yashil bosibman. Qizil. Men boshqasini bosibman. Adashib bosibman. Xo'p, demak, yashil, ko'k, qizil. Yana o'sha javob ekan, to'g'ri. Shu ko'k, qizil, yashil, bitta sariqqa xato bo'lgan. Tushundim. Shunday. O'qishga xato qilinmadi. Xo'p, keyingisi demak bunda hech qanaqa znak yo'q. Demak, birinchi tramvay shoh. Tramvay o'tib ketadi. Undan keyin avtobus, undan keyin qizil. Javob shunaqa. Demak, shuni bosamiz. Keyingisi. Qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi, deyapti. Tartibga solinmagan asosiy hisobot teng ahamiyatli. Hammasida bo'lish kerak, adashmasam. Chunki miyamga kelmayapti-da. Hammasida bo'lish kerak. Adashmasam. To'g'ri. Demak, o'sha o'qigan payti miyangizga kelmaydi-ku, test paytiga. Hammasi bo'ladi ana shu paytda. Keyingisi, kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chirog'ini yoqish ogohlantirish ishorasi bo'ladi. Masalan, oldingizga mashina ketyapti, siz dalni yoqib o'chirsangiz, ogohlantirish ishorasi bo'ladi. Yo'l ber deganini bildiradi. Margat qilasiz. Ana shu. Bo'ladi deganini bosamiz o'sha uchun. Keyingisi, agar g'ildiraklardagi tortishish kuchi yo'l bilan tishlash kuchidan ortiq bo'lsa, demak, yetakchi g'ildiraklar o'rnidan jilma aylanadi. Tasavvur qiling, loyga botib qoldingiz. O'sha paytda gazni bossangiz ham orqa balon aylanaveradi, lekin joyidan qo'zg'almaydi mashina. Ana shuni bildiryapti. Loyga botib qolgan deganini badiiy tilda yozganda buni agar g'ildiraklardagi tortish kuchi yo'l bilan tishlashish kuchidan ortiq bo'lsa, bu fizikcha tushuntirgan, fiziklarcha. Demak, o'rnidan jilmay aylanadi. Ana shu javob to'g'ri. Keyingisi, qanday hollarda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat etiladi, deyapti. Mana bu javob to'g'ri bo'ladi. Ta'mirlangan shinalar o'rnatilgan M2, M3. Xuddi bir marta foydalanasiz mashinani g'ildiragidan. Hali yaroqsiz holga kelmagan. O'sha paytdan foydalanishingiz mumkin undan. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, xo'p, qaysi transport vositalarida ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanish ruxsat? Bu yerda svetofor aytyapti, qizil yongan hammaga, lekin to'g'riga yuradiganlarga ruxsat deyapti. Kimlar to'g'riga yurmoqchi? Tramvay bilan ko'k avtomobil to'g'riga yurmoqchi, ularga ruxsat, lekin faqatgina ana bu mototsikl kutib turadi. Demak, javoblardan o'shani qidiramiz. Qaysi transport vositalarida ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Faqat tramvay bilan ko'k avtomobilga. Ya'ni F2 to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Shu. Keyingisi, avtomobillarga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Mana bu strelka ko'rsatadi, lekin bu mana 5 tonnaku 3,5 tonnadan ortiq bu kishi. Birinchi palasaga o'tishlari mumkin, qachonki qaytishlari mumkin, qayrilib olishlari mumkin. To'g'ri ketish mumkin emas bularga, birinchi palasaga chiqsalar. Aslida ana shu boshqa yengil avtomobil bo'lganda edi, to'g'riga, chapga qayrilib olishga derdik, lekin hozir bunda faqat chapga yurish mumkin, ko'k avtomobil. Bu kishi esa to'g'riga yurishlari mumkin, ikkinchi palasada. Agar uchinchi palasada bo'lsa, o'ngga yurish mumkin. Ana shunday.
Demak, avtomobillar qaysi yo'nalishda harakatlanishi mumkin desa, qizilga, to'g'riga, ko'kka, chapga va qayrilib olishga bo'ladi. Ya'ni F2 to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingisi. Ushbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ana bunday oq uzun chiziq bor. Bunda quvib o'tish mumkinmi? Yo'q. Yo'q, bekorga chizilmagan bu. Buni bosib o'tish mumkin emas. Demak, taqiqlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Ushbu svetofor qaysi harakatlanishni tartibga solish uchun ishlatiladi? Mana shunaqa svetoforni ko'rsangiz, yo qarama-qarshi degan so'z bo'ladi, yoki reversiv degan so'z bo'ladi. Reversiv. Demak, bizda hozir bu yerda qarama-qarshi degan so'z kelyapti. Demak, o'sha javob signal so'z. Shuni bosamiz. Keyingisi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Demak, bu ikkita bechoralar yo'l beringda turibdi. Bitta yo'ldan tramvay bilan qizil. Tramvay birinchi, qizil ham, undan keyin yashil, keyin ko'k o'tadi. Bular ikkalasi o'ng qo'l qoidasi qiladi. Nima uchun yashil o'tadi birinchi? Chunki bu ikkalasi teng kuchli yo'l beringda turibdi. Ko'kni o'ng qo'lida yashil turibdi-da. Yashilni o'ng qo'li bo'shadi endi. Shuning uchun yashil birinchi, keyin masalan tramvay bilan qizilni o'tkazib yuborsak, keyin mana soat strelkasi bilan olsak ham baribir yashil birinchi o'tadi. Shunday bo'ladi. Mana shunday. Xo'p. Agar ana shunaqa teng kuchli znaklar kelib qolsa, teng kuchli bo'lgan paytda o'ng qo'l qoidasini ishlatasiz o'sha paytda. Tushundim. Demak, quyidagi tartibda o'tadi degani tramvay, qizil, ko'k, yashil deyapti. Bunisiga tramvay qizil, yashil ko'k deyapti. Ko'rsan, o'sha yashil ko'kga adashtiryapti. Demak, birinchi yashil o'tadi, keyin ko'k. Ana shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. Ko'rsatilgan avtotsisternalarning qaysi biri burilishda ag'darilib ketish xavfi kamroq, turg'unroq? Mana bu bir tarafga og'ib ketadi burilgan paytda. To'lasi turg'unroq bo'ladi. Demak, to'ldirilgan. Keyingisi. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, bunaqa belgida qaysi tezligi 100 ekan. Demak, 3,5 tonnadan oshmaydigan tezliklari 100. Ana shu tezliklari eng ko'p chalg'itadi odamni. Bularni ko'p tushadi yo'q jadvalni. Ko'p yamonam bo'ylak. Shunday ko'p. Bittasiga 80, bittasiga 100. Shunday. Tezliklarni men tashlab beraman. Qayerda necha yurishini o'shalarni yodlaysizda keyin. Xo'p, demak bu yerda hozir 100 ekan demak javobimiz. Keyingisi. To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg'achisi orasidagi masofa qancha bo'lganda to'xtashdan? Ana shu orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lsa mumkin emas. 3 metr bo'lsa ham mumkin. Lekin 3 metrdan kam bo'lsa mumkin emas ana shu yerda to'xtab o'tirish. Mashina sig'maydi chunki bu yerda 3 metrdan kam bo'lishi mumkin emas. Demak, to'xtash taqiqlangan 3 metrdan kam javob bo'lsa mumkin emas. Hammasi 3 metrdan ko'p. Faqat bitta ana shu 2,5 metr mumkin emas. Ana shu javob to'g'ri bo'ladi shu uchun. Keyingisi, harakat tezligi 2 marta oshganda tormoz yo'li 4 marta oshadi. Ya'ni tezligingiz oshsa, tormoz bergan paytingizda to'xtasangiz, mashina baribir yuriydi-ku, tormoz bergan paytingizda. Ana shu 4 marta oshadi. 2 marta bo'lsa 4 marta. Ana shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, bir tirkamali avtopoyezdni qanday eng katta uzunligiga davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining ruxsatisiz harakatlanishga yo'l qo'yiladi? 20 metr bo'lishi mumkin. Bunaqa ko'p tushadi. Uzunligi qancha desa 20 metrda bosib ketaverasiz. Shu to'g'ri bo'ladi. Mana shu. Bu yerda demak, qizil avtomobil haydovchisi yalt etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishora yoqilgan transport vositasiga yaqinlashib kelayotgan nima qilish kerak? Yo'l berish kerak, tamom. Uzun javoblar emas, qisqagina yo'l berish kerak, tamom. Qizil avtomobil bu yerda yo'l berish kerak. Bu yoqqa chetga o'tadi, bu sirenariga o'tib ketadi o'zi. Yo'l berish kerak. Keyingisi, mazkur belgi belgilangan hududda qanday cheklanishi? Bu yerda aholi o'ynaydigan, aholi gavjum joyni bildiradi bu ham. Bolalar o'ynashi mumkin bo'lgan joyni bildiradi.
Bu yerda transport vositasini boshqarishni o'rgatish mumkin emas. Ana bu avtomaktablar borku, haydashni o'rgatadi. O'sha mashina haydashni o'rgatish mumkin emas umuman. Ana shu belgini ko'rsangiz, demak, transport vositasini boshqarishni o'rgatish mumkin emas. Ana shuni bosasiz doim. Keyingisi, qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar kesish chorrahasida yaqinlashib kelayotganini bildiradi. Mana bu yerda ikkinchisida siz asosiy yo'ldasiz, yo'l qo'shimcha yo'l bilan tutashuvni bildiradi. Bunisi esa asosiy yo'l sizniki, lekin qo'shimcha yo'l bilan kesishuvni bildiradi. Bu kesishuv, bu tutashuv. Ana shuni bildiradi. Bu ham keladi-da, o'sha uchun tushuntiryapman. Uchinchisi esa yo'l beringni bildiradi. Mana bu esa huquqliligida 4. Bu esa teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi bildiradi. Bizdan o'shani so'ragan. Mana teng ahamiyatli yo'llar kesishini toping deyapti. Demak, bizdan 5-znakni so'rayapti. Demak, javobimiz 5 bo'ladi bu yerda. Keyingisi, svetoforni taqiqlovchi ishorasi va shlagbaum ochiq bo'lganda haydovchi nima qilishi kerak? Svetoforga qizil yongan deyapti. Shlagbaum bechora yopilishga ulgurmagan hali. Nima qilishimiz kerak deyapti. Xo'p, o'qiymiz. Shlagbaum 10 metr yaqinlashib bo'lmagan masofada to'xtash, chiziq oldida to'xtash, mana shu bo'lishi kerak adashmasam. Ya'ni baribir to'xtashimiz kerak-da. Bitta shunaqa savol keladi. Shlagbaum ochiq turganda nima qilishimiz, shlagbaum yopiq turganda nima qilishimiz kerak? Shlagbaumni o'z boshimchalik bilan buzib o'tishimiz kerak degan javoblar bo'ladi. Unaqa javob emas. To'xtashimiz kerak bo'ladi har doim. Shunaqa savollar ham keladi hali. Bunda endi mana bu yoqda hech qanaqa mashina yo'q. Bunga qaramaymiz demak. Znaklar bor. Asosiy yo'l bizaniki. Demak, birinchi kim o'tadi? Ko'k avtomobil o'tadi birinchi bo'lib. Hozir 1 daqiqa javob bera olsam mayli, telefonim qoldi. Alo. Dars o'taman-da. Telefon qilaman. Xo'p, demak bu yerda birinchi bo'lib ko'k avtomobilga znagi qora chizig'i bor-da. O'sha uchun birinchi ko'k avtomobil o'tadi, undan keyin tramvay, undan keyin qizil avtomobil o'tadi. Demak, ikkinchi bo'lib kim o'tadi desa, tramvaymi, qizilmi deb chalg'itmoqchida bizga ikkinchi bo'lib o'tadiganini so'rab. Birinchisini topishimiz. Tramvay o'tadi. Demak, tramvay degan javobni bosamiz. Keyingisi, qanday hollarda haydovchi bo'lmagan transport vositasini shatakka olish mumkin? Shatakka olish deganini tushuntirdim. Ya'ni sim bilan buzilgan mashina olib ketyapti. Haydovchisi bo'lmaganini qachon olishimiz mumkin? Izidan ketish ta'minlanganda degan javob bor. Izidan, izma-iz ketishi degan. Mana o'sha javob. Izidan ketish ta'minlanganda. Ana shu javob to'g'ri bo'ladi. F2ni bosamiz. Keyingisi, bu yerda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Burilishlarda quvib o'tish mumkin emas, chunki mana bu yoqdan kelayotgan mashinani biz ko'rmaymiz. Shu emas. Mana bu yerda bizani chalg'itish uchun uzuq-uzuq chiziq qo'yib qo'ygan. Bizani chalg'itish uchun qo'ygan buni. Lekin uni emas, taqiqlanadi bo'ladi bu yerda. Shu. Keyingisi, qaysi ishoralar ogohlantirish ishorasi bo'ladi? Hammasi. Hammasi ogohlantirish ishorasi bo'ladi. Tovush ishoralar ham hammasi. Tushunarlimi? Keyingisi, boshqarishni o'rgatishdagi transport vositasi qanday jihozlangan bo'lishi kerak? Bunda ham hammasi bo'lishi kerak. Ana bu avtomaktablarning mashinasida nimalar bo'lishi kerak deyapti. Buni o'qib o'tirmang. Hammasi deb belgilab keting. Agar siz bularni o'qisangiz, esingizga qolib ketadi. Bitta javob o'shani belgilayman deb o'ylaysizki. O'sha hammasini belgilab ketasiz. Keyingisi, sanab o'tilgan qaysi holatlar vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Hammasida. Sanab o'tilgan. Savol ham sanab o'tilgan, javob ham sanab o'tilgan bo'ladi. Javob. Tamam, mana 100 ta bo'ldi. Mana shu yergacha ko'rdik. Bu yog'ini yana ko'ramiz keyin. Siz prava olmoqchimisiz? Unda bu bepul darslarimiz siz uchun. Onlayn prava testlariga tayyorlanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.